baqib turganligini anglab turibdi. Tanaga Arena MG deb baqiryaptimi, tushunarsiz. Murodjonni qo'llab-quvvatlayotganlar ham ko'pchilik nazarimda. albatta Tanaga oldi qo'l, ikkinchisini bosh qismiga yo'lladi va mana shunday tarzda javob oldi Inoue. Yana oldingi qo'l ishga solindi Inoue tomonidan. Albatta birinchi raund o'rganishlar raundi bo'ladi odatda. Yana bir jab. Unda albatta himoyaga tegdi bu zarba. Mana ikkilik Tanaga o'tkaza oldi Inoue. Navbatdagi urinish, navbatdagi hujum Inoue tomonidan, lekin Murodjon buni bartaraf eta oldi. O'sha bir qadam orqaga tashlash bilan. O'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba, ehtiyot bo'lish kerak. Ikkilik Inoue javob oladi albatta mana bu tarzda. Bosimni oshirdi. Yo'q, ehtiyot bo'lish kerak. Yaxshi kutib oldi Inoue. Va birinchi raund shu tariqa o'z yakuniga yetdi. Ham hayajonli. Takrorigan holat. Shu joyda o'tkaza oldi. Yo'q, himoyaga tegdi. 1994年11月2日生まれの30歳。ウズベキスタン共和国出身。デビュー2018年3月。戦績は15戦14勝。Tony Diaz, Joel Diaz ikkinchi raund uchun kerakli ko'rsatmalarni bermoqda hamyurtimizga. 2回目。Ha, qadrli do'stlar, ikkinchi raund boshlandi. Jeb, Inoue. Navbatdagisi. Albatta chalg'ituvchi zarbalar bu. Har ikkisi o'zining kuchli zarbasini, kuchli hujumini tayyorlayapti. Tanaga yana bir zarba Inoue. Yaxshi himoya o'z o'rnida. Murodjon o'sha chap qo'lini, chap qo'l huk kerak. Tayyorlayapti ham ushbu zarbani. Imkon bo'ldi deguncha yo'llaydi. Ikkilik Tanaga juda kuchli bo'ldi bu safar. Javob qaytarish kerak. Asta-sekin burchakka taqib qilib borib, qocha oldi. Inoue. Oldi qo'lda faol ishlayapti yaponiyalik bokschi.
xuddi shunday zarba bilan javob qaytardi. Ya'ni jeb zarbalari bilan Murodjon biroz qo'llarini tushirib yubormaslik kerak. Davom etamiz. Asta-sekin. Yana bir jeb Inoue. Navbatdagisi. Tanaga hujum. Ahmadaliyev ikkilik Inoue. Ha, garchi himoyaga tekkan bo'lsa-da baribir muxlislar olqishlashyapti Inouening zarbalarini. Albatta mezbon, tabiiyki uning muxlislari bu arenada ko'p. Yaxshi. Xotirjam, eng asosiysi Ahmadaliyev raund yakunida albatta harakat qiladi Murodjon. Va ikkinchi raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Ha, ortda qolgan 2 raund mobaynida endi tan olish kerak, yaponiyalik bokschi biroz faolroq, lekin hali Murodjon o'z so'zini aytadi. Oldinda 10 raund bor do'stlar, 10 raund. Mana tayyorlagan zarbasi biroz ulgurdi Inoue. Eslatib o'tamiz, 55.3 kilogramm mutlaq chempionlik uchun Murodjon Ahmadaliyev hamda yaponiyalik Naoya Inoue jangini kuzatmoqdamiz do'stlar. Yaponiya Nagoya shahri Eiji Arena mezbonlik qilmoqda. Ushbu qarama-qarshilikka, ushbu kechaga tanaga hujum Ahmadaliyev. Orqa qo'l to'g'ri yo'llangan zarba Inoue. Inouening yo'llagan navbatdagi zarbasi himoyaga tegdi. Qadrli do'stlar, translyatsiya bosh homiysi Artikul Kabel. Artikul Kabel yulduzlar tanlovi. Translyatsiya rasmiy homiysi Orient Finance Bank. Tanaga urinish bo'ldi, undan keyin esa boshqa Inoue tomonidan jeb. Ana endi ring markazini Inoue egalladi. Ikkilik zarba, ehtiyot bo'lish kerak. Javob kutamiz Murodjondan. Yana oldi qo'l faol Inoue'da. Ehtiyot bo'lish kerak. Ko'rdi bu zarbani. Murodjon vaqtida qocha oldi. Masofani qisqartirishga harakat qilyapti. Oldi qo'l jeb. Murodjon ta'qibni davom ettiradi. Ulgurdi orqa qo'lni tashlashga, lekin yetkaza olmadi Inoue. Yaxshi, oldin qo'l, aniq. Ahmadaliyev. Ikkilik zarba, yana tanaga kuchli zarba yo'lladi Inoue. Hammani javob, yaxshi uppercut. Yo'q, himoyaga tegdi zarba. Yana tanaga.
Yana tanaga juda ko'p zarba yo'llayapti Inoue. Yaxshi kutib oldi. Va nihoyat Murodjon oldin qo'l jeb. Inouyeda aniq bo'ldi. So'nggi 10 soniya. Ikkilik. Ahmadaliyev. Va shu pallada navbatdagi raund o'z yakuniga yetdi do'stlar. Munosib raqiblar qarama-qarshiligi. Lekin Murodjondan faollik kerak. Endi faollashish shart. Endi baribir murabbiylar o'ziga xos taktika qo'yadi. Ha, oson emas bunday tezligi yuqori hamda texnikasi yuqori bo'lgan bokschilarga qarshi turish, lekin Murodjon undan kam emas. To'g'ri, ortda qolgan raundlar mobaynida Inoue biroz ustunlik qilyapti, lekin hali oldinda qator raundlar bor. To'rtinchi raund. Ikkilik, yana tanaga darhol javob qaytarishga harakat qilyapti Ahmadaliyev. Oldin qo'l yaxshi tuta oldi, ikkilik. Bosimni jiddiy amalga oshiryapti Murodjon. Lekin himoyani unutmaslik kerak baribir. Ikkilik, himoya mustahkam. Tanaga aniq bo'ldi Murodjon. Oldingi qo'ldagi ikkitalik chalg'ituvchi jeb va asosiy o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba Inouyeda. Lekin himoyaga tegdi. Albatta. Bizga hozir rasmiy ma'lumot berildi, yetib keldi. 4 raund shunchaki o'rganishlar raundi ekan Murodjon uchun. Shunday taktika qo'yilgan ekan. Albatta, mana endi asta sekin oldinga bormoqda. Hamyurtimiz yaxshi himoyalanyapti. Bizga xos o'sha step backlar bilan o'ng qo'l yon tomonda yo'llangan zarba, lekin himoya mustahkam hozircha Murodjonda. Davom etamiz do'stlar, davom etamiz. Ikkilik. Yo'q, ehtiyot bo'lish kerak. Tanaga Inoue. Ikkilik. Orqa qo'l o'tkaz oldi, ehtiyot bo'lish kerak Murodjon. Seriyali zarba va qarama-qarshi. Yana tuta oldi Murodjon. Yaxshi. Jang sur'ati oshib boryapti do'stlar. Oldingi qo'l, har ikkisida faol. Aniq zarbalar ko'rdik.
yaxshi kutib oldi raund so'ngida. O'ng qo'l yon tomonga yo'llangan zarba bilan jang sur'ati oshib boryapti, do'stlar. Eslatib o'tamiz. Mana bizning o'g'lon Murodjon Ahmadaliyev yaponiyalik monsterga qarshi, Naoya Inouyega qarshi mana shu joyda o'tkaza olganda Inouye. Yorqin zarbalar highlightslarda namoyish etilyapti. Translyatsiya bosh homiysi Artikul Kabel. Mana javob. Kabel, ko'ring azizlar. Artikul Kabel yulduzlar tanlovi. Translyatsiya rasmiy homiysi Orient Finance Bank. 5-raund endi bosamiz. Demak, asta sekin ochiq jangni ham ko'rishni boshlaymiz bundan buyog'iga. MG, Arena MG deb hayqiryapti. Faol tarzda qo'llab-quvvatlayapti. Oldingi qo'l yana faol, har ikkisida qarama qarshi jeb zarbalari. Ikkilik. Ehtiyot bo'lish kerak. Navbatdagisi lekin himoya. Yaxshi qarshi hujum. Ikkilik yana Inouyedan. Ochiq jangga chorlayapti Murodjon. Yaxshi, uchtalik navbatdagisi biroz qochib qoldi Inouye. Javob Inouyedan, lekin himoya mustahkam. Yaxshi tuta oldi bu safar Murodjon. Tanaga navbatdagisi. Ikkilik. Navbatdagi ikkilik Inouye. Yana keldi deyapti Murodjon. O'ziga bo'lgan ishonchi yuqori albatta. Javob ko'ramiz. Yaxshi o'ng qo'l o'tkaz oldi. Shu teganda bormi? Tanaga kuchli zarba. Murodjon bosimni oshiryapti. Zarbalar soni ham ko'paydi ham yurtimizda. Yaxshi. Zarbalar almashinuvi. Garchi himoyaga yo'llangan bo'lsa-da har ikkisi hamon birinchi raqamda ham yurtimiz. Tegmadi. Agarda teganda manzilga aniq yetib borganda boshqacha tus olardi. Qadrli do'stlar, 40 soniya ehtiyot bo'lish kerak. Qo'llar tushib ketdi. Biroz o'ng qo'li tushib ketdi. Bundan unumli foydalandi. Inouye javob kutamiz. Albatta Murodjonni zarba ko'tarish qobiliyati yaxshi. Yaxshi tuta oldi. O'ng qo'l. Tanaga hujum. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana shunday tana zarbalaridan yana oldingi qo'l faol Inouyeda taqibni davom ettiryapti Murodjon. Mana shu pallada aniq zarba yo'lladi va o'zi ham o'tkazib yubordi-da. Umumiy olib qaraganda lekin yaxshi raund bo'ldi. Mana
Aniq, o'ng qo'l. Mana bunisi tegmadi-da. Tegish kerak edi shu. Mana shu joyida biroz o'tkazib yubordi. Mana raund so'ngidagi vaziyat. Mana o'tkazdi har ikkisi ham. Mana o'sha taniqli shaxslar, Kino aktyorlar ekan. Oltinchi raund qadrli do'stlar. Demak, 6-raund oldinga boradi Murodjon baribir. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana bunday uppercut zarbalaridan. Oldingi qo'l, jeb, Paul, Inoue oldingi qo'lda. Yaxshi, uchtalik seriya. Murod deya hayqirayotganini chap qo'l zarba, orqa zarba o'tdi. Orqa qo'lda aniq zarba ijro eta oldi Murodjon. Anchagina yopiq ishlayapti. Inoue. Yo'q, bu himoya. Himoyaga tegdi bu zarba. Ehtiyot bo'lish kerak. Baribir himoyaga tegyapti, lekin sifat songa aylanishi mumkin. Shuning uchun yaxshi tuta oldi. Orqa qo'l. Oh. Yaxshi o'ng qo'l. Cross. Seriyalar. Yaxshi ehtiyot bo'lish kerak, himoyani unutmaslik kerak Murodjon. Taqibni davom ettiryapti. Navbatdagi uchtalik zarba, yaxshi. Ko'ra oldi zarbalarni va himoyalandi. O'z vaqtida Murodjon oyoq harakatlari bilan endi qo'shish kerak. Endi qo'shadigan vaqt keldi Murodjon.
Uchtalik. Inoye o'ng qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba. Inoyeda. Javob qaytarish kerak. Javob qaytarish kerak Murodjon. 7-raund davom etyapti. Yana bir tanaga kuchli zarba. Himoya mustahkam Murodjonda, lekin zarbalar soni ko'p. Baribir javob qaytarish kerak. Yana tanaga. Ikkilik. Inoye. Navbatdagi ikkilik. Yaxshi o'ng qo'l. Biroz kuch bilan yo'naltirish kerak. Mana shunday zarbalarni ham qarang, mana tezkorligini, Inoyeni ulgurmadi. Bu safar himoyalanishga Murodjon, lekin taqibni davom ettiradi. Mana seriyalarni ijro etyapti Murodjon. Ikkilik. Yaxshi. Uklonlar bilan Murodjonda mana shunday zarba bitta o'tkaza olsa edi. Ikkilik. Manzilga aniq yetib bordi Murodjon ijrosidagi zarba. Raund nihoyat. Qaranglar, ringga shundan oldiga O'zbekiston bayrog'ini ildirib qo'ydik. Yaqinroq ko'rsatmayman, orqasida ko'rsatish mumkin emas bo'lgan o'kalar bor. Shunaqa gaplar. Hammaga omad. Va teatr aktyor aktrisalari ham va Zo'r TV telekanalining ashaddiy boshlovchilari ham tomosha qilishayotgan ekan. Shu jumladan hozirgina Durdona Qurbonova yozib yuboribdilar. Men Murodjon jangini ko'ryapman, Murodjon yutadi deya. Durdonaga ajoyib salomlarimizni yo'llab qo'yamiz. Albatta fikrlar juda ham ijobiy bo'lsin. Mana shunday yurtdoshlarimiz bir-birlarini qo'llab-quvvatlashsa, bir tanum bir jon bo'ladigan bo'lsak, albatta g'alaba bizniki bo'lishi shubhasiz. Ha, nafaqat san'at olami vakillari kuzatayotganligi aniq, chunki bu tarixiy jang. Do'stlar, boksga qiziqmaydigan insonlarni ham befarq qoldirmaydigan to'qnashuv. Sakkizinchi raund boshlandi. Murodjon
omad. Odatda o'sha so'nggi 3 jangida ikkitasini 8-raundda yakunlagan edi. Muddatdan oldin Murodjon Эфир, кто хочет смотреть, можете подключаться. Смотрим в Телеграме. Джон эфир чат, Джон эфир, Манзели чат. Давайте активнее, давайте быстрее. Все больше. Пошел очередной раунд у нас. Видно, что Муроджон пропустил удары. Видно, что уже есть фингал. На лбу есть писяга. Очень несладко приходится Муроджону. Но тем не менее, друзья, 9-й раунд. 9-й раунд нужен нокаут. Ano gagawin niya? Dahil yung footwork na Naoya Inoue, hindi niya mahuli. Inoue, Uzbek Power. Yaponiyada Naoya Inouye'ga qarshi mutlaq jahon chempionlik jangini o'tkazadi. Ushbu janglarni biz Uskombat TV Telegram kanalida bepul jonli efirda uzatamiz. Hoziroq ushbu videoni tagidagi silka orqali o'tib, biz bilan mazza qilib tomosha qiling. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Murodjon Ahmadaliyev tarixiy jangiga sanoqli vaqtlar qoldi. Video bittasi himoyaga tegdi. ochilishini kutyapti Murodjon, lekin raund yakunlanyapti. Foydalanish kerak. Yana 3talik seriya. Inoue o'ng qo'l jeb o'tdi Murodjon. Shu yerda tutaylik, shu yerda ushlaylik. Oyoq harakatlari faol, footwork ajoyib. Inouyeda yaxshi. O'tkazib yubordi. Kuchli zarba. Lekin u zarba ko'tara oladi Murodjon. Ta'sir qilmadi ushbu zarba. Yana seriya Inoue. Ikkilik zarba. Ikkilik yaxshi o'tkaza oldi. O'ng qo'li. Faqat o'ng qo'lida, chap qo'lini o'sha tushirmayapti zarba yo'llayotganda. Inoue yana seriya Inoueda. Ikkilik. Navbatdagisi. Javob kerak. Murodjon, javob kerak. Bu raund ham ortda qoldi do'stlar. Oldinda 3 ta raund bor. 3 ta raund. Va bank bu yog'i Murodjon. Mana qarang, qanday seriyani ijro etyapti Inoue. Bu esa
Murodjondan javob edi, lekin shu joyda tuta oldi uppercut zarbasi bilan. Demak do'stlar, 10-raund. Olg'a Murodjon va bank bu yoqqa. Yana tanaga kuchli zarba yo'llayapti Inoue. Himoyani ochiq qolgan nuqtasini aniq mo'ljalga ola olyapti Inoue. Seriya. Inoue oldinga bordi. Jang sur'atini oshirishga intilyapti. Mana shunday pallada biroz himoya unutiladi-da. Shundan unumli foydalanish kerak. Ahmadaliyev. Qarang, faol oldi qo'l tinmayapti Inoueda. Yana uchtalik zarba Inoue. Yaxshi. Mana bo'lar ekan-ku Murodjon. Ikkita aniq zarba yon tomondan yo'llangan. Jebni qo'shish kerakligini sekundalar uqtirishyapti. Oldi qo'l yon tomondan yo'llangan zarba. Inoueda rang-baranglikni ko'ryapmiz. Yaxshi tuta oldi Murodjon. Qani? Yaxshi. Orqa qo'l o'tkaza oldi Murodjon. Yaxshi, yetkiza oldi bu safar ham. Inouedan javob biroz kuchli yo'naltirish kerak ushbu zarbani. So'nggi 10 soniya. Va 10-raund ham o'z poyoniga yetdi do'stlar. Chempionlik raundlari qoldi. Arenani qarang. Arena liq to'lgan. Mana shu o'ng qo'l teganda, yaxshi teganda bormi? Chap berib qoldi, qarang, e'tibor bering.
Mana. Biroz yelka aralash deydi-da o'sha zarbachi. Gördingiz-a? Qocha olyapti. Aynan o'sha chap qo'l krossidan, hukidan qocha olyapti. Inoue Albatta o'rgangan har ikkisi bir-birini. 11-raund. Murodjon yaxshi uchtalik seriya. Ikkilik Inoue ehtiyot bo'lish kerak. Mana endi oldinga boradigan palla Murodjon, lekin tushunib turibmiz, oson emas. Raqib ham oddiy bokschi emas. Raqib ham Anoyi emas, Inoue. Albatta. Inoue uchun ham shunday. Yaxshi kutib olgan edi o'ng qo'l bilan Murodjon. Haqiqat ehtiyot bo'lish lozim. Eslatib o'tamiz qadrli do'stlar. Kattalar o'rtasidagi jahon chempionati Argentina mezbonlik qilayotgan ushbu sport anjumanining final bosqichi, unda bir qator vakillarimiz bugun jang qilishadi. Uni ham tomosha qilishga taklif etamiz barchangizni. Jangga qaytamiz. 1 daqiqa. Jiddiy bosim qilyapti Inoue, to'xtashni istamayapti. Jiddiy bosim kerak baribir. Bunday texnikasi yuqori bo'lgan bokschilarga imkon bermaslik kerak. Bosim. Albatta himoyani mustahkam ushlagan holda qarama-qarshi zarbalar, yaxshi o'ng qo'l Murodjon Ahmadaliyev. Yana seriya Inoue va shu pallada 11-raund o'z yakuniga yetyapti do'stlar. 1 raund qoldi. Albatta 1 raundda uddalasa bo'ladi. Mana finish kerak deyapti baribir. Eshitdingiz-a, Uzbek Power.
Demak, so'nggi raund do'stlar, Murodjon Ahmadaliyev Naoya Inoue qarama-qarshiligi. Mutlaq chempionlik kamarlari uchun 55.3 kg oldinga boryapti Inoue. Ikkilik yaxshi, o'ng qo'l yon tomonga yo'llangan zarba. Ahmadaliyev navbatdagi 3talik seriya javob qaytardi Inoue. Arena yonyapti qadrli do'stlar. Tanaga zarba. Ikkilik. Mana seriya Inouedan. Ikkilik Inoue orqa qo'l aniq bo'ldi. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'l cross. Madaliyev uppercut Inoue. Yaxshi ikkilik zarbani amalga oshirdi Ahmadaliyev. Uppercut. Yaxshi o'ng qo'l yon tomonga yo'llangan zarba. Shuni chap qo'lda ko'raylik. Bitta kuchli zarba. Murodjon. Bir yarim daqiqa qoldi Murodjon. Bitta kuchli va aniq zarba. Lekin imkon bermayapti Inoue. Mana tayyorlaganda, ushbu zarbani kutganda, tayyorlaganda oyoq harakatlari kuchli-da Inoue. O'shaning uchun ham muallaq qolyapti zarbalar hozircha Ahmadaliyevda. to'xtashni istamayapti Inoue. Yaxshi. Qarama-qarshi zarbalar. Ikkilik. Navbatdagisi Ahmadaliyev. So'nggi 30 soniya. Chap qo'l tayyorlagan zarbasi 3ta. Tayyorlagan zarbasi 3talik seriya. Bugun yana bir qator vakillarimiz havaskor boksda ringga ko'tarilishadi.
ularning jangini, final jangini o'tkazib yubormaysiz degan umiddamiz. Zo'rto'ba telekanalining kechki dasturlarida aynan namoyish etiladi ushbu janglar. Mana Bob Arum professional boks olamidagi ulkan shaxslardan biri. Inoyening promoteri.さあ皆様お待たせいたしました。見事世界スーパーバンタム級4団体王座防衛ということ